Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Usmon Nosir tavalludining 113 yilligi munosabati bilan men sizlarga Usmon Nosir kitobini bibliografik sharhlab bermoqchiman. Nosir Usmon. She'rlar, doston va tarjimalar. Matn Usmon Nosir. Nashrga tayyorlovchi va so'zboshi muallifi Nodira Rashidova. Toshkent Zabarjad Media nashriyoti 2022-yil 224 betdan iborat. Vatanning mustabidlar zulmidan ozod bo'lishini, millati, farzandlarini sharafga to'lganlar qatorida ko'rishini orzulagan xalqimizning qalbi uyg'oq farzandlari, jadid adabiyoti namoyandalari bugun yana o'z o'quvchilari bilan yuzlanmoqda. Jadid adabiyoti namoyandalari ruknida tayyorlangan kitoblarimizni o'qir ekan, kitobxon o'zini shu vatanning fuqarosi, vatani va millati taqdiri uchun mas'ul inson sifatida namoyon qilishga o'zida jur'at topadi. Ushbu kitob siz aziz kitobxonlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Ushbu kitobni Shayxontohur tuman axborot kutubxona markazimizga kelib olib o'qishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.